Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga yangi turdagi beton kesadigan apparatlarimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, ishlatib, tekshirib ko'rsatib beramiz. Hozir Tilshil aka blogimizni olib chiqib tayyorlab qo'ydik. Mana shu 30 sm kesadigan beton kesigan apparatimizni tekshirib, kesishlarni video davomida ko'rsatib beramiz va narxlarini aytib o'tib ketamiz. Ikki xil varianti bor. 15 sm gacha kesadigan, diskasi splashnoy, shu ichlarigacha butun varianti. Bu belida aylantirib beradi, charxi 15 sm gacha kesadi. Bunisi 30 sm gacha kesadigan varianti bo'ladi. Xo'p, endi to'liq ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, bu 7200 watt BYD brendiga tegishli 3000 оборот 30 sm gacha kesadi. Komplektda o'zini shlankalari chiqadi. Xo'p, relaylari bo'ladi. Mana shu holatda toklegirovka qilingan relaylari yoki mana pichog'ini beton qisib olgan bo'lsa, sira tashlab yuboradigan relaysi bo'ladi. Komplektda o'zini ключlari chiqadi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni suv bilan ishlaydi. Buni o'zi motorning ichida nasos joylashgan bo'ladi. Suvni o'zi tortib oladi. Mana shlankasini suvga botirib qo'ysalaring, o'zi tortib olib turib, ikki tomondan sepib beradi. Tepadan pastdan suv chiqarib berib turadigan holatda bo'ladi. Kichkina varianti 15 sm gacha kesadigan variantini komplektda o'zi mana nasosi bo'ladi. Buni komplektda nasosi. Buni ulab qo'ysalaring, o'zi o'sha suv so'rib berib turadi. Bu ham 220 voltga ishlaydi. Komplektda buni ham shlankalari bor. Hamma ключlari beriladi. Buni motori 3900 watt bo'ladi. 3,5 ming оборот. Buni обороти balandroq bo'ladi, ozgina. 400 talik diskka tushadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $320, kichkinasi, kattalari esa $470 qilib beramiz. Garantiyalar 6 oy. Endi bittasini ishlatib, ko'rsatib tekshirib beramiz. Shilaka blogda olib kelib qo'yganmiz, tayyorlab, hozir shilaka blogda bitta kesishini qisqacha ko'rsatib beramiz. Kelib, ko'rib, bemalol ishlatib, kelib xarid qilishlaring mumkin bo'ladi. BYD brendiga tegishli garantiyalar 6 oyga beriladi. Narxlarni ancha arzonlatib qo'ydik. Hozir mana bittasini tayyorlab, ishlatib, tekshirib beramiz. Shu blokni kesamiz. Bo'ladi. Mana kesishini ko'rishlaring mumkin. O'ta silliq qilib kesib bergan, chiroyli. Endi blogda bir xil odamlar aytishi mumkin. Buni kesish oddiy apparatlar ham kesaveradi deyishlaring mumkin. Hozir bizda sharoit yo'qligi uchun shu blogda ko'rsatib tekshirib berdik. Agar beton olib kelgan bo'lsalar yoki biror joyda beton topilgan bo'lsa, bemalol betonlarni ham tekshirib kesib beraveramiz. Betonning ichida armaturalar bo'lsa ham bemalol kesib beraveradi. Endi buni hozir suvini ulaganimiz yo'q. Suvini ulash uchun o'sha bochka topib kelish kerak, ulab turib ichidan suv yurg'izish kerak. Undan ko'ra biz o'zimizda bakalashkaga quyib turib, shunday changib ketmasligi uchun sepib turdik. O'zi ishlatilishdan oldin suvlari ulab olinadi. Xullas, shu apparatimiz ishlash holati mana shu holatda kesadi. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib, kelib xarid qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar.